かの星のどこかの丘のどこかの村のどこかの道で誰かのポケットに誰かのポケットに入るためにأنا أيالك هاي Rasındakman? Beylikning cho'nlig'i mundoq borki. Bo'atding, chuqur bo'atding. Kichkina kelajakda shundoq cho'ng biliq bo'ladi. Rost, seni oldim edim. Bilmaydim, qashqa biliq cho'ng bo'ladi degan gap emasmi? Bo'pti, menga ishonmasang mayli. Mendan so'rab baqsam bilsa. Yaxshi bizlar. Men yolg'a aytmaganda ben eliq ko'lchakdagi biliq rostli mushunda cho'ng'oy ha. Tutvoqli tas qoldim. Taji rasmchilik cho'ng biliqni ko'rgandi. Lekin u amaliyotda unchalik cho'ng biliq emas. Ha? Nima? Nishqa? Bu nurning chaqchig'i, suv ostidagi narsa yuqoridan qaraganda aslidagidan cho'ng ko'rindi. Nurning chaqchig'i? Qaranglar, bu tangining 4dan 3 qismini ko'rgili bo'ladi. Azroq suv qo'ysak laylividi to'liq ko'rinyapmandi. Nurning so'nishi bilan suvdagi moddalarning 4dan 1 qismi laylima holatda ko'rindi. Ya'ni aslidagi orliqning 4dan 1 qismi qisqaraydi. Shunga aslidagidan cho'ngib ketgandek ko'rindi. Qanday rost aytdilarmi? Lekin eliq biliq rostli cho'ng edi. Shunga Taji arini biliq turgan joyga to'g'rilab sanjdim degani bilan u nishonlagan yerda biliq yo'q. Shunga u albatta biliqni tutolmagan. Aslida mundoq kenda. Buning hayron bo'lma. Nurning g'alati holatlari nihoyat ko'p. Xo'sh, degandan sizlarga g'alati nur to'g'risida so'zlab beray. Nurning siri. Suyundan azroq bergina. Valde meni kechir. Men deb tuzab ketdim. Peki erib ketdim. Bir joyini tepib aramasak bo'pti-ku. Bir bo'stonlikni topayli. Bo'stonlikni ko'ngil bo'lmaydi-ku. Pek isib ketdim. Ağırıp ketadi. Childi, qara, daraxtga. Ha, rost. Bo'stonlikka ketdi. Tez mana. Tegijan, tezroq mansangchi. Nimancha asta. Nima? Ming otqinimizga xil uzun bo'ldi-ku. Rost, ajab yetib bormaymiz-ku. Sizlar u yerga yetib boramaysizlar. Yetib boramaysizlar?
O haqiqiy daraxtlar bilan bo'stonliq emas. Ha? Aniq ko'rinatmamdi. Ammisi, sen deb baqina, u nima? O degan Izitqo. Izitqo? O yerga menga yetib borolmaymizmi? Rost. O Izitqo Nurdan asıl bo'lgan xiyoli manzara. Nurdan asıl bo'lgan xiyoli manzara? Havoning yuqorqi qaviti bilan tuvanki qavitidagi temperatura o'xshash bo'lmagan chog'da nur egiladi. Shuning bilan xiyoli manzara paydo bo'ladi. Izitqo'mi har xil ahvolda bo'ladi. Bepoyon ketgan qumliqda kuchli quyosh nuri tushganda jiroqdagi dal-daraxtlar xuddi suv tushgan aks soyda ta'tir ko'rindi. Yer ustida temperatura nihoyat yuqori bo'lib, yuqori havo bo'shlig'ida temperatura birdan tuvanlab ketsa, mana shunday Izitqo paydo bo'ladi. Janubiy qutb bilan shimoliy qutbda dengiz yuzining temperaturasi havoning temperaturasidan ko'rinarli tuvanlab ketsa, paraxod dumkuntirilib ketgandek ko'rindi. Dengiz ufqida ko'rinmaydigan paraxod dengiz ufqi ustida bo'lsa, dumolat ko'rindi. Ba'zi chog'larda paraxodning ko'lda ketayotganligini ko'rib tursaqmi, u bizga qarshi tarafga ketayotgandek bilindi. Dengiz ufqidagi temperatura farqi nihoyat zo'r bo'lganda, ko'langa yon tarafga tushadi. Yaponiyaning Fushi qo'ltig'idagi Izitqo bek mashhur. Izitqodan boshqa tog'da kishilar bulutga yaqinlashganda o'zlarining soyasini ko'ra oladi. Ha? Bundaq soyimi kun nurining suv tomchilarida sunishidan hosil bo'ladi. Bulut va tuman bor chog'da quyosh nurining sunishidan taqi chiquvchilarning soyasi oldidagi bulutga va tumanga tushadi. Diafragma soyining atrofida paydo bo'ladi. Bundaq ahvol Burukin teg'ida yuz berganda kishilar buni Burukin alvasti deyishadi. Alvasti? Bilamsizlar, qochadigan bir suv bor. Nima? Qochadigan suv? Tezding-a? Bu nurning chaqchig'i. Ha? Qochadigan suvlarni qanday? Yuqori suratli tosh yo'lda hamisha shunday ahvol ko'rildi. Sizlar bunday ahvolni ko'rganmi? Qochadigan suv mana shu. Amaliyotda u yerda suv yo'q. Biroq qochadigan suvga yog'ankan, undaqda Izitqoning manzarasi balkim rostdir. Shunday. Men sen bir baqa, u chuqur haqiqiy bo'stonliq bo'lishi mumkin. Bu mumkin emas, Shinzo. Qara, bu yerda bir atal giyami unmisa, ya bir hayvonmi bo'lmasa. Lekin Izitqo bo'ldi. İlan! Hocam! Mim, sen ilandan korkmamsan? Hiç vakası yok. O degan canavar. Giyomi unmaydigan bu yerda hayotlik bor deb o'ylamagan bo'g'aydinglar. Bu yerda yana tig'i, cho'yan, kaslanchik, o'mchiklar bor. Ular odatda et deganda yoki namoz-shamda harakat qildi. Sen boya tushlik uyquda yotgan ilonni tushtiribding. Yağmur yağmaydigan o'xshaydi. Bu yerga nima deb kelgandimiz? Shinzo, hammasini kasabdim. Qiziq narsalar bor degan sen-ku. Aka, sen o'zing nurning chaqchig'ini ko'rib boqayli deyding-ku. Men qo'shundoq degan, lekin bundoq yerga kelib qolamiz deb o'ylab boqmabdi ekanman. Fotoğraf keş posti. Kız, hazır saat neçe bo'ldi ekan? Hay, biz kelyapti-da. Qani, berib boqaylik. Mayli. Qaqa, yaxshimisiz? Sizlar kim? Ha? Hazır saat neçe bo'ldi? Bilamsiz bizga deb bersangiz. Ha? Nim qilmoqchi? Bu degan quyosh soat. Qo'yasan? Bir bilan ikkining orlig'ida. Amsa bir bo'lgan o'xshamamdi. Yaqin atrofda bo'stonliq bormi? Bor. Qayerdarak? Kungi kayninglarni qilib, sayonglar tushgan yoqqa qarab 20 kilometr mangsanglar, bo'stonliqqa borsizlar.
bilemizler. Gün nurunun yoritişidən payda bulandı ki. Dacı 20 kılı doğru cevap verdi. Bununla gün nurunun tüküşkenliği sebep buludu. Mana bu nurunun tüzsüzlük boyunca yoritiş hususiyeti. Gün nurunun tüküşü sebeplik iyiliği tağımız olsunun sayısı bilen vakitini melcerledi. Kedim! Bostanlı! Rıskı! Su! Su! Esta, qurup ketipti. Şundaq su işki var idi. Su. Su! Bundaq ruhsuzlanıp ketmanglar. Ha? Qaranglar, hozir xasiyetlik yağmur yağdigan bo'ldi. Yağmur yağdi. Ecep tatlık. Tatlık gel. Ecep tatlık gel. Oylap topkan çaran, koltuk gel. Yağmur to'xtadi. Nima degan yo'riq? Qara nim degan chiroyli. Nurning tezsizlik bo'yicha yuritish xususiyatini uqdinglarmi? Lampochka hamma yaqin nur chachidi. Qara qog'ozdan bir kichik teshik echib, yo'riqlikni to'sib olsak, elektr nurining tik tushadiganligini bilib olg'ili bo'ladi. Mushningdan kun nurining mo tik tushadiganligini bilgili bo'ladi. Sizlar eshikning yuchug'idan tushib turgan nurni bildigansizlar? Mening da'vatqinim mana mushu nur, tushungansizlar? Tushundim. Nima tushundim? Nurning tik tushish qoidasini naydi nurg'un yerda ishlatgili bo'ladi. Masalan, sahnadagi chiroq nuri. Mayak mush qoidadan foydalangan. Qo'l chirig'ini shundoq. Bu suratli ko'langa tiksizlik bo'yicha tushgan nurning chaqchig'i. Yana bor. Kino qo'yish aparatim shundaq-ku. Ras, shunga tiksizlik bo'yicha tushgan nurning qoidasidan foydalanadigan narsalar nayt ko'p, naytmi ko'p. Qaltisga. Qaltisga. Qani, tezroq mangayli, qarong'i tushkishi shaharga berib olsak tugishimiz. Hasan. Sen bu nurning mahsuli, toza sinchilab qarasak, uning ishga ishganligini ko'ramiz. Rost. İşidikisini Hasan-Hüseyin'in birincisi, sırtıdikisini Hasan-Hüseyin'in ikincisi deyimiz. Hasan-Hüseyin bu nurning tikişi bilen münasebetlik mi? Dayı dedim bu, nur tikişiplik kalmay, yeni sunudu. Ezgu bilen kaçıdıgan su nurning sunuştan asıl boğan alet. Hasan-Hüseyin bu nurning sunuştan asıl buludu. Bekar 1637 yılı yazgan kitabıda Hasan-Hüseyin toğrusida dünyada en baldır düşünce bergen. O, Hasan-Hüseyin yağmur to'xtaganda yoki yağmur yağış aldida paydo bo'ldi degan. Undaqda Hasan-Hüseyin yağmur tamchisi bilan munosabatlikmi? Yağmur to'xtagandan keyin havoda hech nima yo'qdek bilindi. Amaliyotda nurg'un kichik suv tamchilari bo'ladi.
Eytaylık, bu yerde bir tamchi suv bor. Onunğa nur tushsa, onundan ba'zida nur qaytadi, ba'zida nur o'tib ketadi. Suv tamchisiga tushgan nurlarning ba'zilari sunib, sirtqi suniq holatda tushadi. Bu qizil belgining atrofi suv tamchisining nur bir qadar ko'proq tushgan yeri. Tushundinglarmi? Tushundik. Qaranglar, atrofga qaytgan nur sizig'i bilan o'tib ketgan nur sizig'i oralig'idagi bo'lingni ko'rdinglarmi? Qizil nurning gradusi 42, binafshi nurning gradusi 40. Demak, ikki xil nur sizig'ida farq bor. Rengi o'xshamaydigan nurning sinish darajasi o'xshash bo'lmaydi ekanda. 7 xil rangni ko'rinishi bekor emaskanda. Lekin ikki Hasan-Husayndagi ranglarning tizilish tartibi o'xshamaydiganda qildi. Bu masalani bayqatmay to'pdan qildinglar. Taji, ranglarning tizilish tartibi ta'tirmikan? Ikki tarafi qizil. Sirti binafshi. Nimishqa ta'tir bo'lib qoldi? Mayli Hasan-Husayning birinchisi yoki ikkinchisi bo'lsin, nurning suv tamchisida sunishidan hosil bo'ladi. Lekin nurning suvdan o'tish o'rni o'xshash bo'lmaydi. Hasan-Husayning birinchisi nurning tamchisining ust tarafidan o'tib sunishidan hosil bo'ladi. Buni so'zlab bo'ldik. Qizil nurning sunish gradusi Binafshi nurninkidan zo'r bo'lg'achqa, qizil nur ostida bo'ldi. Shunlashqa binafshi, kekish, kek, yeshil, seriq, sezit, qizil degandek tartibda bo'ldi ekanda. Hasan-Husayning ikkinchisi nurning tamchisining ostidan o'tishdan hosil bo'ladi. Har xil rangdagi nurning sunish bo'linga o'xshash bo'lmag'achqa, qizili ustida, binafshi rang ostida ko'rindi ekanda. Shunga ikki Hasan-Husayda nurning rad tartibi qarama-qarshi bo'ladi ekanda. Suni turkash orqali Hasan-Husayn hosil qilg'ili bo'ladi. Biroq cho'qim kunga ta'tir qilish kerak. Kunga qarab turkab Hasan-Husayn hosil qilg'ili bo'lmaydi. Qiziqarliqniki, yumloqligi qaranglar. Taxtaydan bir teshik ichib, kun nurini shu teshikdan suv qatlangan botilkaga tushirsak, Hasan-Husayn paydo bo'ladi. Mana bu faqriq uchqirliq aynak jism. Nur bir tarafiga tushsa, nurning tushgan tarafini bilgili bo'ladi. Bu bak qiziq. Sizlikka yuqori bo'lgan eng yangi Uyg'urcha ovozli nodir filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, film Xumar Suzuk film Nechun chiroyliqka? To'rbat adresimiz. Bunda holatni nurning tarqalishi deymiz. Film Xumar. Buning qoidasi Hasan-Husaynikiga o'xshash. Bunda holatni o'xshash bo'lmagan ranglardagi nurning sunish gradusi keltirib chiqargan. Qizil nurning sunish kuchi binafshi nurninkidan ojiz bo'lg'achqa, qayrilish darajasi binafshi nurninkidan ko'p kichik bo'ladi. Nima degan issiq? Chinzo, suyunda ozroq bagina. Yo'q, sen pul suv ichgansan. Bekisib ketdim. Ha, endi bildim. Taji nimishqa issiqdan qo'rqadigan desam. Ha? Akam aslida issiq chidamaydi. Gaping to'g'ri bo'lmadi. Nimishqa? Chunki ba'zi ranglar kun nurini bek oson qabul qiladi. Ba'zi ranglar bo'lsa oson qabul qilmaydi. Qora rang kun nurini eng oson qabul qiladi. Shunga qora narsa oson qizib ketadi. Sizlar mundaq bir tajribani qilib boqqanmi? Qarsaval kiyib ketdi. Rostga. Demak, qora rang nurni oson qabul qiladi. Kishilarning yozda kiyim kiyishi ajablanarli emaskanda, nurni qaytirdik-ku. Ras, quyosh nuri ojizlashgan qish kuni, buning aksicha tiniq rangli kiyimlar oson isiydi. Bildim. Shuning uchun bo'lsin, menga usluq bergin. Sana amal yo'q. Nim qilganing bu? Ilan qo'rqinchli emas degansan-ku. Men ilanni hech qachon bunday yaqinlik ko'rib boqmagan, o'zim qo'rqib ketdim. Fotoğraf keş bo'lsa bo'pti-ku. Kech kirsa havo salqinlaydi. Eng muhimi, nishonni bilib oladi.
bilgili buludu. Kadimden tatip, insanlar tabiat dünyasıga nurgu tayınıp yaşap gelgen. Kündüzü künge, kechisi yıldız ayıgı tayangan. Albatta shundoq bo'ladi da. Eytaylık, paraxot dengizde ketip atkanda, hamma yoq dengiz boğaşqa paraxotning o'rnini bilish nayt tez buludu. Lekin yulduzlarning o'rnini bilish orqali paraxotning yer sharining qaysi tarafida turib atganligini bilgili buludu. Chunki yulduzning nuri tik tushidi, o'rnidan chataq chiqmaydi. Nur aygin bo'lsa, Ay, uçakda iş çatak edi. Shu emasmi? bu yan kishilar oy nuri bilan yulduz nuridan xuddi mayakdan foydalangandek foydalanyapti. İnsanlarning turmushdan nur kam bo'lsa bo'lmaydi. Shahar qayoqda endi bildinglarmi? Avu qumdengdan O'sakli shaharga boramiz. Ha, arablar shaharga yetib kelay dedik, g'ayrat qilaylik. Ha, keldik. Qirol shahrining chiroqlariga. Oxiri yetib keldik. Bek qizqarlikka. Tüygün miniş, acayip rahatga. Hoşulama. Ha? Türlük galit aletlerinin sevini, endi ufkanslar. Uqtoq. Nur, rastlı sihirgeriga o'xshaydi-ku. Shundaq, o har xil shakllarga aylana oladi. Xuddi g'alibni qaptiq odam 20 xilga o'zgargandek. Kelar qitim men sizlarga Nurning har xil xususiyatlarini so'zlab beraman. Ha, men Men anglayman. anlayman. Tüygün meşegiç so'zlay, xo'shamsan. Daji, Chilzi, topshiriqlarni ishlanglar. Ma'qul. Opamning yana g'azi o'tibdi.